Men O'rinboyeva Gulshanoy 1976-yilda Farg'ona viloyati Quva tumanida tug'ilganman. 5 yil oldin men jigar sirrozi aniqlandi menda. Keyin davolandim. Har 6 oyda lecheniya olib turardim davolanib o'zimizni областной больницada. Keyin oxiriga borib yaxshi bo'lmay davolanishlarim uzoqqa ketdi. Yaxshi tuzalmadim. Keyin bu Maftuna bilan Sanobar opalar bilan tanishib qoldik. Keyin ular bizga yordam berishib Hindistonga jigar ko'chirish operatsiyasi bo'lishini aytishdi. Keyin u yoqqa bordik. Bu yerda bizni kutishib oldi. Keyin Fortis klinikasiga olib borishdi. Bu yerda bizni doktor Ashish ko'rib qabul qildi. Keyin analizlarni topshirdik, tekshiruvlardan o'tdik. 17-noyabrda operatsiya bo'ldik. Operatsiyadan Xudoga shukr yaxshi chiqdik. O'g'lim menga donorlik qildi. Yaxshi. Bu yerda sharoitlar juda ham zo'r ekan. Assalomu alaykum. Men Jo'raboyev Yorbek. Onamga 2024-yil 17-noyabr kuni Hindistonning Dehli shahridagi Fortis Shalimar Baxt klinikasida bo'lib o'tgan jigar transplantatsiya operatsiyasida donorlik qildim. U yerda bizni doktor Ashish George va doktor Inbaraj bizni operatsiyadan muvaffaqiyatli olib chiqishdi. Unga ko'pchilik yordam berdi. Bizni ana shu yergacha yetib borishimizga sababchi bo'lgan Sanobar opa va Maftuna opalarga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bizni O'zbekistondan jo'natib, ana shu yerda kutib olib, doktor nazoratiga olib kirib, undan keyingi yotoqxonalarga joylashdi. Bizga yaxshi g'amxo'rlik qilishdi bu yerda. Operatsiyadan keyingi muolajalar ham barchasi zo'r o'tdi. Hozirda ikkalamizdan ham holatimiz zo'r. Bu yerdan ketayotganda onam ancha og'ir ahvolda edi. Va ana shu yerda shifo topib keldik. Barchaga biz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Doktorlarga, Sanobar opaga, Maftuna opamga va shu yerda yordam bergan barchaga, u yoqdagi Fortis klinikasining menejeri Arslanga va ana shu yerda tarjimonlik qilgan bizga Umidjon va barcha shu yerda bizga yordam bergan hammaga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Fortis klinikasi haqiqatda eng kuchli klinika. Doktor Ashish ham eng kuchli transplantolog, jigar mutaxassis ekan. Hammaga rahmat aytamiz.